Salom. Bugun biz kompetensiya va uning turlari haqida suhbatlashamiz. Kompetensiya haqida tushuncha, kompetensiya turlari. Xo'sh, bugun kompetensiya nima ekanligini sizlar bilan o'rganamiz. Ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassisning ta'limiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar kompetensiya hisoblanadi. Kompetensiya ikkiga bo'linadi. Tayanch kompetensiya, fanga oid kompetensiya. Bu kompetensiya o'quv rejasida o'rin olgan, barcha o'quv fanlar mazmuni va o'qitish jarayoni orqali tarkib toptiradigan kompetensiya tayanch kompetensiya. U o'z o'rnida 6 ga ajraladi. Ular quyidagilar. Birinchisi, kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi hamda ijtimoiy faol fuqarolik, milliy va umummadaniy kompetensiya va matematika savodxonlik, fan, texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish kompetensiyasi. Kommunikativ kompetensiya haqida qisqacha ma'lumot aytsak. Kommunikativ kompetensiya o'z ona tilidan tashqari boshqa birorta xorijiy tilda suhbatlasha olish kompetensiyasi. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi media manbalarda zarur ma'lumotlarni izlab topish, ulardan foydalanish, saqlay olish, ulardan boshqa bir sohada yangi g'oyalar bilan mujassam eta olish axborotlar bilan ishlashi. O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi. Biz bilamizki, jamiyatda doimo inson o'sib borishi, o'zini o'zi jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish bilan ajralib turadi. Aynan u o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasidir. Undan keyingi kompetensiya ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. Bilamizki, jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda o'zining e'tiqodli bo'lishi, o'z dunyoqarashi bilan ajralib turadi. Milliy va umummadaniy kompetensiya vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatliligi bilan ajralib namoyon bo'ladi. Matematik savodxonlik va fan texnika kompetensiyasi. Hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy hamda iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatida turli xil diagramma, chizma, modellarni o'qiy olish, inson mehnatini yengillash